Bayramga nima sovg'a olsan? Har doim yaxshi ishlagan telefonni shu 8-martga 10 kun qolganda yo zaryadkasi buzilib qolgan yoki sensori ishlamay turgan ekan. Meni aytganimni qilgan, hammasi cho'tki bo'ladi. Qalaysan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Ketdi aylanamizmi? Ketdi. Voy, menga qara kech payt telefon qilding-ku menga. Ajdani yetishingda ko'tara olmadim. Shahlo bilan gaplashayotdim. Voy, mayli, sichqoncham. Sichqoncham? Har doim kalamush derdi-ku meni. Men sen bilan nima tanishganman bilasanmi? Chunki sen meni eski qizimga o'xshaydi. Men sizni hech kimga o'xshatolmayman, chunki hech qaysi yigitning tishi bunaqa bo'lmagan. O'rtoq, bu qiz umuman xafa bo'lmayapti. Bitta qiz bilan urushib eplolmaysan, ey bori. Hozir boraman. Ciao, namasti. Jonga men seni kecha klubda ko'rdim. Nomeringni bermading. Ay, yuragim. Menga hali xiyonat qilib yuribsanmi sen? Men seni qanchalik sevishimni sen hech qachon tasavvuram, endi ham tasavvuramsan, xo'pmi? Kech paytlari telefonda gaplashayotganimizda, jonim, hozir yoningda bo'lib qolsam nima qilgan bo'larding? Dishim bilan shoting o'chib qolardi, erinmay chiqib shotingga tashlaganman. O'sha harbiyda paynet qilganlarimga noroziman, tushundingmi? Kecha ertalabgacha oynamdan qarab kim bilan gaplashib o'tirdim? Siz bilan gaplashib o'tirdimmi? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. 8-marting bilan. Wow, rahmat. Shuni chopmoqchi bo'ldingiz-a? Endi bord sizga. Voy. iPhone'imni olib-ke, iPhone'imni. Мы все дальше живем,